Oğlu sizi mana shu maydonga yomuzda boylab taklif ayladi. Avvallar Xudo olsa ko'plarimiz ikki tomonda chopiladi, o'ynab kulib chopasizlar. Biz har ko'pkar aytadiganday birinchi o'rinda janjal degan narsani yetishtirmayapsizlar. Og'izlaring juda ham buzilib ketyapti. Men o'tkazmagan ko'pkarlarda past marrada sekin kuzatyapman, polvon. Bitta ikkitaning og'zi juda ham buzuq. Onadan ketyapsan. Hammamizni onamiz tuqqan. Og'zingga sal erk ber. Baringlar hurmat bilan bir-biriga qarashib chiroyli chopasizlar. O'ramaysiz, boylamaysiz. Hozir taomlarimiz zo'r. Ob-havo ham haqiqiy. Ko'pkari bor, qishni pagodaga o'tdik. Chaq yo'q, g'ubor yo'q. Manzar chopasizlar polvonlar, maylimi? Mamnuniyatdan mikrofonning ustozimiz, barchaga ma'lum va mashhur ustozimizdan davomlashmoqni beraman. Salomsiz. Assalomu alaykum, hurmatli polvonlar, aziz otmoshlar. Mana to'yda sababchilarini aytib o'tdi. To'y bolalar chiroyli insonlar bo'lsin. Sog' salomat ota-onasiga xizmat qiladigan chiroyli farzandlar bo'lib yetishsin. Ularning uylanish to'ylarida ham, boshqa ma'rakalarda ham qatnashaylik. Polvonlar mana qonun qoidani aytib o'tdi. Janjalsiz, g'urbatsiz, chiroyli chopasizlar degan umiddaman. Amin. To'yimiz yaxshi o'tsin, hech kim yiqilmasin, surinmasin. Otlarimiz katta sovrinlarga ega bo'lib, sog' salomat uylaringizga borishni tilab qolaman. Amin. Allohu akbar. Ana 7 yoshdan 70 yoshgacha o'rnimizdan turib olamiz yigitlar, polvonlar. O'ng qo'limizni ko'ksimizga qo'ygan holatda O'zbekistonimizning eng milliy ixtiyori bo'lgan davlat madhiyasini yanaydi.